Insonlar tushida ko'radigan eng ko'p hayvonlar bu hayotiy hissiyotlar, ichki kurashlar va voqealarning ramziy ifodalaridir. Quyidagi 10 ta hayvon ta'biri siz uchun juda foydali bo'ladi. Ilon. Ilonni tushda ko'rish ikkiyuzlamachilik, xatar yoki yashirin dushman ramzi, lekin ba'zi ta'birlarda u da'vo va ma'naviy o'sish ramzi ham bo'lishi mumkin. Agar sizga hujum qilsa, xavf bor. Agar ilondan qochsangiz, qutulishga ishora. It. It tushda sadoqat, do'stlik yoki muhofaza ma'nosini beradi. Agar it do'stona yursa, yordamchi paydo bo'ladi. Agar tishlasa, xiyonat yoki yomon xabar bo'lishi mumkin. Ot. Ot erkinlik, kuch va harakat ramzi. Agar siz ot minib yursangiz, yutuq barkamollikni bildiradi. Agar u yugursa, tez o'zgarishlar va yaxshilikka olib boruvchi voqealar bo'lishi mumkin. Mushuk. Mushuk ko'pincha makkorlik, aldamchilik yoki mustaqillikni anglatadi. Agar u mehribon bo'lsa, yaxshi do'st topasiz. Agar u tishlasa yoki tirnasa, sizni aldayotgan kimdir bor. Yo'lbars. Yo'lbars kuchli raqib yoki ichki g'azab ramzi. Agar u sizga qarab tursa, ehtiyot bo'ling. Lekin agar siz uni yengsangiz, katta g'alaba sari yaqinlashyapsiz. Fil. Fil hayotingizdagi barqarorlik va aql ramzi. Agar fil suvda yursa, tinchlik va baraka. Agar uni minsangiz, obro' va muvaffaqiyat keladi. Burgut. Burgut tushda ozodlik, teran fikr va yuqori maqsadlar ramzi. Agar burgut uchib yursa, orzu va maqsadlaringiz amalga oshishi mumkin. Agar u tushib qolsa, orzudan qaytish yoki to'siq degani. Buqa. Buqa kuch va shahvat ramzi, lekin u hujum qilsa, qarama-qarshilik va qattiq bahs kutilyapti. Agar uni nazorat qilsangiz, siz barcha vaziyatni qo'lga olgansiz. Tilloq yoki tulki. Tilloq ayyorlik va hushyorlik ramzi. Agar u sizdan qochsa, kimdir sizni aldayotgan bo'lishi mumkin. Lekin agar tilloq siz bilan do'stona bo'lsa, aql bilan muammoni hal qilasiz. Qo'y. Qo'y poklik, itoatkorlik yoki ma'naviyat ramzi. Agar qo'y sog'lom bo'lsa, tinch hayot. Agar qo'y yo'qolsa, notinchlik yoki yo'qotish ehtimoli bor. Har bir tushdagi hayvon sizdagi ichki holatning aksidir. Ular sizni ogohlantirishi, ruhlantirishi yoki ruhiy yechimga yetaklashi mumkin. Agar tushingizda hayvon ko'rsangiz, uning harakati, rangi va hissiyotiga e'tibor bering. Aynan shu detallar orqali ta'bir to'g'ri chiqadi.